Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun yurtimizda bayram, Qurbon hayiti, butun dunyo musulmonlari qatori O'zbekistonda ham bu bayram o'zgacha shukuh, o'ziga xos bir tarzda yuqori ko'tarinki kayfiyat bilan o'tkaziladi. Chunki bu ham bizni milliy qadriyatlarimiz, ham diniy qadriyatlarimiz uyg'unligi, mehr, saxovat, o'zgalar holidan xabar olish, bemorlarni ziyorat qilish, muhtojlarga yordam berish, bu ham bizni dinimizda targ'ib etilgan eng oliy qadriyatlar bo'lishi bilan birgalikda bu bayram mana 1992 yildan beri yurtimizda keng nishonlanadi. Ayniqsa oxirgi yillarda, joriy yilda ham desak bo'ladiki, o'ziga xos bir yangiliklar bo'lyapti. Buni har bitta yurtimiz fuqarosi, xalqimiz his qilyapti. Avvalambor mana ilgari oz sonli bo'lgan bo'lsa, oxirgi vaqtlarda mana prezidentimizni tashabbuslari bilan 15 mingta odam hajga ketyapti. Va ularga biz ko'rib turibmiz, mana internet orqali, turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rib turibmiz, juda yuqori saviyada sharoitlar tashkil etilyapti. Kutib olish, ularni barcha ehtiyojlari, ibodatlari mukammal darajada tashkil etilyapti. Va shu bilan birgalikda bu yil hajni yana ham bir boshqacha xursandchilik bo'lishi, unga qo'shimcha yana 100 ta yurtdoshimizning mana shu prezidentimiz hojisi, mehmoni sifatida hajga yuborilishi haqiqatda bir, men o'ylashimcha, har bitta yurtdoshimizni xursand qiladigan ish bo'ldiki, bularning ichida muhtojlar, qiynalganlar, umrida endi haj albatta moddiy imkoniyat bo'lgan odamga farz, lekin mana shu umrida orzu qilib bora olmay qoladigan shaxslar ham mana shu prezidentimiz tomonidan uzoq yillar mehnat qilgan, mana shu biron bir xalqimizni xizmatida, el yurt korida xizmat qilgan insonlar jo'natildiki, buni hamma bir juda bir boshqacha qabul qildi. Biz ham mana misol sifatida aytishimiz mumkin, mana shu Toshkent Islom institutida uzoq yillar, bir 20 yilga qadar ham santexnik, ham qorovul bo'lib ishlagan bizning yana bir xodimimiz ham mana shular qatorida ketdi. Haqiqatda munosib nomzodlar tanlanib, o'sha prezidentimiz bir chiroyli sharoitda ularni o'zlari sovg'alar berib, juda chiroyli dabdabalar bilan jo'natilishi bu xursandchilik. Va ular albatta mana hozir biz eshitib turibmiz, kecha Mino, Muzdalifa, Arafot vodiylarida, muqaddas joylarda yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi, xalqimiz farovonligi, prezidentimiz haqqiga duolar qilishyapti. Albatta har bitta insonga mana shu buyuk ibodat nasib qilishini so'raymiz. Va shu bilan birgalikda endi prezidentimiz joriy yilda mana Ramazon hayitida ham ko'rdik, mana Qurbon hayitida ham bir narsaga guvoh bo'lyapmizki, bu Ramazon oyi endi butun oy, saxovat oyi, xayr ehson, kimdir zakot beradi, kimdir ehsonni beradi. Mana shular o'z o'rniga yetkazilishi va bu qatorida prezidentimiz tomonidan 1,50 trillion mablag'ni mana shu muhtojlarga turli xil maqsadlarda, uy joyga muhtoj bo'ladimi, kasal, bemor, o'sha davolanadiganlarga ishlatilgan bo'lsa, mana bu Qurbon hayitida ham xuddi shu narsani davomini bir ko'ryapmizki, albatta minglab yurtdoshlarimizni jarrohlik amaliyotlariga, hattoki jarrohlikni ham o'sha eng og'ir, eng qimmat amaliyotlar, o'sha transplantatsiya, a'zo ko'chirib o'tkazish, buyrak, jigar ko'chirish kabi operatsiyalarga qanchadan qancha oilalarga o'sha moddiy yordam sifatida va yuzlab masjidlarimizni o'sha obodonlashtirishga sarflanayotgan mablag'lar ham aynan prezidentimizning qarorlari bilan mana shu Qurbon hayiti arafasida, Qurbon hayiti munosabati bilan har bitta xonadonda mana shu Qurbon hayiti haqiqiy bir bayramga aylansin degan narsani biz o'zimiz shu kunlarda guvohi bo'lib turibmiz. Qanchadan qancha yurtdoshlarimizni quvonchlarini eshitib, ko'rib, biz ham barobar xursand bo'lyapmiz. Bu yilgi Qurbon hayitini o'tgan yillardan albatta o'zgacha bir yuqori kayfiyatda o'tayotganligini ko'rsatib beradi. Aytganimizdek, mana o'zi Qurbon hayitida qurbonlik qilib, uni yaqinlarga, oila a'zolari, qarindoshlari va mahalla, ko'ydagi o'sha muhtojlarga tarqatilishi, bu bizning dinimizda buyurilgan qadriyatlardan bo'lsa, buni endi o'zi xalqimizda shunaqa mana odat borki, mana juda bo'lmasa o'sha hayit kunlari, Arafa kuni biz osh tarqatamiz. Ya'ni o'zimiz yeyotgan taomimizni qo'shnimiz bilan bo'lishamiz. Ya'ni bu narsa o'zi o'sha aynan yurtimizda bir xonadon yaxshi ovqatlanib, ikkinchisi och qolmasin degan narsa, bu dinimizda bor qadriyatni yana ham bir milliylashtirilgan shakli.
Boshqa arab davlatlarida hammasida ham bu narsani biz ko'rmaymiz. Musulmon mamlakatlarda ham bu narsa kamyob. Bizda bu juda bir oliy qadriyat sifatida qaraladiki, mana Qurbon hayiti masjidlarda namozlar o'qilyapti va dinimizga bo'layotgan e'tibor eng bir yana bir ta'kidlaydigan joyimiz butun dunyo tomonidan tan olinyaptiki, e'tirof etilyapti. Mana 9 yil davomida o'sha prezidentimiz orzu qilgan bir mega loyiha O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazini ochilishi bizni 3000 yillik tariximizni qisqa muddatda shunday tanishtirib qo'yadigan bir makonga aylandi. Ma'rifat maskaniga aylandi va mana bu yerga kuniga minglab yurtdoshlarimiz, xorijiy mehmonlar kelyapti va mana shu davomida shunchalik e'tiroflar bo'lyaptiki, hech qayerda menimcha bu darajada kuzatilmagan qisqa muddatda hattoki bu muzey islom sivilizatsiyasini yoritish bo'yicha muzeylar orasida eng o'sha katta hajmdagi, eng ko'p ma'lumotga ega bo'lgan muzey sifatida Ginneslar kitobiga kiritildi. Ya'ni buning uchun ham qancha harakat kerak, vaqt kerak, lekin bu ish hali boshlanmasidan e'tirof etila boshlandi. Qanchadan qancha davlat rahbarlari, buyuk martabali insonlar kelib ham e'tirof etyapti. Oddiy aholi ham bu narsani e'tirof etyapti. Qolaversa buyuk ajdodimiz bizni mana instamiz ham mana shu inson nomi bilan ataladi. Imom Buxoriy hazratlarini o'sha maqbaralarni, ular yotgan makonni juda bir chiroyli obod qilinishi, albatta 2018-yilda u yerda mana Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Hadis ilmi maktabi nomli oliy ta'lim muassasasi tashkil etildi va yana endi bu yil quvonchimizga quvonch, Ramazon oyida mana shu ham masjidni juda katta bir hajmda ta'mirlanib, o'sha obodonlashtirilishi va u yerda innovatsion muzey tashkil etishdi. Imom Buxoriy hayotlari, ularning qoldirgan bizga ma'naviy meroslarni yoritib beradigan eng zamonaviy muzey tashkil etish ham bu yana ham u yerga bo'lgan ziyoratchilar oqimini kattalashtirdi. Mana hayit bayramida u yerda 60 mingdan ziyod odam hayit namozini o'qiyaptiki, mana bu yurtimizda qaysi bir jihatiga qaramaylik, ham ilmiy ma'rifat jihatdan, ham xayr ehson jihatdan mana bu Qurbon hayitimiz o'zgacha bir shukuh, yuqori bir kayfiyat bilan bo'lyapti. Bu hammasi prezidentimizni, bizni davlatimizni mana shu yurtdoshlarimizni aytaylik diniy ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan e'tibor, ularni birontasini o'sha qalbida bir o'ksiklik qolmasin degan maqsad. Inson qadridan eng katta siyosat bu mana oxirgi o'sha yangi O'zbekiston davrining eng katta shiori deyishimiz mumkinki, bizni Qur'oni Karimda ham Alloh taolo insonni biz yer va osmonda aziz mukarram qildik dedi. Ya'ni inson ana shu haqiqiy bir inson bo'lib, ilm bilan, ma'rifat bilan, iymon, e'tiqod bilan farishtadan yuqori bo'ladi. Farishtalar unga sajda qildi. Ana endi yer yuzidagi minglab, millionlab jonzotlar ichida inson aziz qilindi. Mana shu qadr, haqiqiy qadrini topayotgan yurt bu bizni hozirgi yangi O'zbekiston bo'layaptiki, buni hech qanaqa mubolag'asiz biz internetda, ijtimoiy tarmoqlarda aynan xorijlik mehmonlar og'zidan eshityapmiz. Nima qilyapsizlar O'zbekiston? Qanaqa qilib bunaqa tez o'zgarib ketyapti? Qancha bu ishlar bo'lyapti? Kelayotgan bizga mana shu Islom sivilizatsiya markazini bunyod etilishini o'zida 1,5 mingta mahalliy, 500 ta xorijiy olimlar ishtirok etdi. Mana bu uncha-muncha oddiy odam emas, haqiqiy islom bo'yicha mutaxassislar, tarix bo'yicha, arxeologiya, hamma soha bo'yicha mutaxassislar bu narsani tan olyaptiki, haqiqatda O'zbekiston tarixida bu juda katta bir burilish davri bo'lyapti, o'zgarish, yangilanish davri bo'lyaptiki, Alloh berdi mana bizga buni sizlar qadrga yetishinglar kerak. Hamma joyda ham bunaqa prezident yo'q deb boshqa mamlakatlar, qo'shnilarimiz bo'lsin, mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyadan kelayotgan mehmonlar ham e'tirof etishyapti va uzoqdagi mana hattoki Yevropa, G'arb davlatlaridagi mehmonlar ham bu narsani e'tirof etishyapti. Albatta mana bu kun biz mana Arafa kuni borib mozorlarni ziyorat qilamiz, obodonlashtiramiz, hamma yoq qaraymiz. Bizni ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz bu narsani ko'ra olmay umid qilib o'tib ketishdi. Dinni bir parchasiga ruxsat yo'q bo'lgan paytlarda yashashdi. Bunaqangi bir imkoniyatlar, bunaqangi bir sharoitlar, xohlagan diniy kitobni qarasangiz o'zbek tilida chop etilyapti. Buyuk ajdodlarimizni merosi o'zbek tilida xalqimizga yetkazilyapti, butun dunyoga tarqatilyapti. Mana shunday bir zamonda yashayotganimizda albatta Allohga cheksiz minnatdorchilik, hamd va sanolar aytamiz. Albatta mana shunaqangi bir xursandchilik kunlarda biz ham
bu samimiy qalbimizdan butun yurtdoshlarimizni, barchani o'zimizni institutimiz jamoasi nomidan, shaxsan o'z nomimdan mana bu Qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz. Mana shunaqangi bayramlar ko'p bo'lsin. Mana shunaqangi shukuh, albatta kayfiyat arimasin. Alloh yurtimizni o'zi doim panohida asrasin. Yana ham yurtimiz rivojlanaversin. Bayram muborak bo'lsin.